maydonimiz 3 gektar. Boshlaganimizdan beri shu Ali baraka bilan birga ishlaymiz. Baraka topdik. Zo'r mahsulotlar. Oddiy misol mana shu plyonka. Mana bu yil almashtiryapmiz. Maza qildik. Keyin ham tomchilab sug'arish, o't ido hamma narsasi bor. Issiq, sovuq kunlar, keyin shamolli paytlarda zarar ko'rmadik. Buni ishlab chiqarayotganlarga shu Ali barakani rahbarlariga, qolaversa xizmat qilayotgan bolalarga hammasiga rahmat. Bu yerda 3 gektar teplitsa yapyapmiz. Albarakadan qancha mahsulot olgan bo'lsak, mana nechta odamlarga tavsiya qilamiz. 5 yil zo'r turib beradi. Shu mahsulotlari yaxshi Albarakani. Zajin, profillari, mana zajinlarni qayta yechib taqib bera olamiz. Dehqoni, teplitsalarning egalari minnatdormi mahsulotlar bo'yicha? Minnatdor. Mana yopganimizdan avvalambor minnatdor bo'lib bizni chaqirsa, ikkinchisi yana shu Albarakadan zakaz berib, faqat biz shu Albaraka bilan ishlaymiz, shu Albarakadan olamiz.